To'g'it bölümü sol tarafta. Kelinimni qutqizib qilinglar. Mevramni qutqizib qilinglar. O'tinib qolay. Çapsan, oksigen beringlar. Yaqinda o'g'limdan og'rib qolgandim. Tez. Xudo. Hadi. Bardash bering. Hadi. To'g'it bölümü keldi. Hadi. O'tinimni qutqizib kelinglar. Gel Moşu doktorxonning tug'ut bölümünde birli vaqtda ikki o'g'il. Nabi bilan Subhi tug'ildi. Ularning dunyoga ko'z ochganligidan onalari xo'shal bo'lishning o'rniga qattiq azoblandi. Yasin, Ha? kechilik avtobusdan keldigan vaqti bo'lib qoldi. Chapsanroq ishlaring tugatgin, ha? Ha, tayyorlig'im tutib qoldi. Xotirjam bo'ling. Gülandamada. Qaq saharda Urumchi taraf qarab qopsiz-ku. Sulton akam kelib qolamdi nima? Kim seni qaq saharda otqachilik qil dedi? Men berib ishona qil. Ada, rastini etsam, memni bo'g'i seyizdamdi. Bak shig'ilib ketdi. Kagini jo'limay, berib o'chab Ma'qul, ma'qul. Tez bo'l. Tomoq tutish qilmasang ulgurmaymiz. Tez bo'l, ha? Assalomu alaykum. Ha, va alaykum assalom. Gülandam, siz haqiqatan ishchan ayoljimu. Atdigandala. Voy Mahmudka, ishchan bo'lmasam bo'lamdi. Men sizga o'xshash akordin tatib naqsh etamayman-da. Mush yoshga kelganda akordin tatmoqmi taskil edik-a? Undaq demang. Keling o'tiring, ochiq-chichiq qilib bir chim suqash etkizib beray. Rahmat singlim. Kechichi akordin tatib bak charchab ketibman. Uyga borib aram elib olay. Xo'shamsiz. Bo'ptamsa, boshqa kuni kelasiz. Xalcham odamga salom aytib qo'ying. Vaqtiyasi kelib o'ltirib ketsin, ha? Ma'qul, uningga deb qo'yay. Qo'pinglar bolalarım, o'rninglardan turinglar. Kun tushib bo'g'ich yotamsizlar. Zahra, appa qizim, o'rningdan tura qizim, kiyimingni kiygin. Tura. Hey, tur. O'rninglardan turinglar. Mush vaqt yotamsizlar. Men atdiganda bir mo'chi mehmonlarni yo'lga selevatdim. Oqshimi baldir yotmaysizlar, attigini sahar turmaysizlar. Sizlar bag'ansir gap anglamas bo'lib ketyapsizlar. Tez bo'linglar. Appa, bugun pokiz chiroyli ko'ynikimni kiyib olaychi. At kiygin appa qizim. Bugun kiyib olaychi. Sulton dodam bilan Subi akam ishkisi bugun keladi. Chiroyli ko'ynikimni hozir kiyib olaychi. Qara aldirab ketganingni. Ular at keladi emasmi? Bo'pti, kiysan kiygin, ha? So'nglimning judili chapchiqki. Shu emasmi? Kela qizim, bu kiyimingni kiydirib qo'yay, ha? Kiya.
Voy, qo'lingdagi nima o? Bu Söbeyning opisining sizmi resmiki? Buni Söbey sizib singlimga beribdi. Hey, sizlarni Subi kichikdilla opisidan yetim qolgan. Opisi uni tug'ibla o'lib ketgan. Buningdan keyin Subini aldab yurmanglar, ha? Angladinglarmi? Anladingmi? Anladım. Bu ballarni Siz nemişqi? Kichik bolaning gapiga kirsiz. Bu ishni o'zingiz bir qaror qilishingiz kerak. Mening da'vatqinim xeyli yuz obro'li ayol. Menmi uzundan beri 100 obro'liq biror ayolni izlab kelyapman. Sizmi bilasiz? Subhi mijozi g'alati bir bola. Men tanishgan ayollarga u zodil chiroy ochmaydi. Uning ko'nglidagi onani tepish tas o'xshaydi. Mayli nimala bo'lmasin, mening yuzimni qilib bo'lsimi, uning bilan bir ko'rishib beqing. O yaxshi ayol. Mening Subhi uni yoqtirib qoladi. Ata, g'oljiga qatnayman. Qaytib kelgandan keyin bir gap bo'la. Men obdanroq o'yinni paqay. Bu ish bo'lamdi, bo'lmamdi. Yanala Subhining rayiga boqaman. Subhi bir mezgil mening yenimda tursin. Ayolni uyga akib olgandan keyin u asta-asta o'ginib qoladi. Ha, Subhi haqiqatan boshqa bolalarga o'xshamaydi. Men tix ammagan xotinni deb balamning dilini ranjitsam bo'lmas. Undaqmi bo'lamdi? Bola emasmi? Beshingni kim silasa, mashoyiqing shu degan gap bor. Kunda uning qo'lidan tomoq yesa o'ginib qoladi. Sultan, Kansay o'tingidagi ilk ayolga tortishib jimgansiz, a? U 3 bolasi bor ayol, o'zingizga bir muncha bosh og'riq tepib olasiz. Yenida o'z bolasi bor ayol o'gay bolani xorlaydi. Bir qitim bo'lsam gapimni anglab, uning bilan bir ko'rishib beqing. Subhining onasimi yalikida xotirjam yassun. Ha? Canım navram. Şurak barım, can jigirim. Buvang bilan bizni tashlab ketish qanday chidadimi balam? Voy balam, voy balam, voy balam. Bizden nima sabr xatolik o'tgan bo'lgaydi balam. Oğlumdan ayrıldık balam, senden ayrıldık balam. Allah balam, Allah balam, Allah balam. Vay canım yürek, bağrım balam. Vay bağrım, vay bağrım, vay bağrım. Vay balam, vay balam, vay balam. Vay balam, vay balam. Vay bağrım balam, vay ciğerim balam. Abba, bo'ldi yig'lama. Ukam nabi, akamning yinib ketdi. Ot bolish kelin jannatni ko'rishidi. Aka, balamiz qopdan qariyammidik. Voy balam, voy balam. Voy yuraklarim balam, voy balam, voy balam. Voy Xudoyim, bir qanday qilib berganim balam. Voy balam, voy balam, voy balam. Vay canım balam, vay canım balam. Vay balam, vay balam.
Oppa to'xtab turgin. Oppa meni tashlab ketmagin. Oppa to'xtab turgin. Oppa meni tashlab ketmagin. Oppa Oppa sen qayerda? Oppa sen qayerda? Oppa sen qayerda? Oppa meni tashlab ketmagin. Oppa 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 Dodo. Neymiş balam? Tek uxlamapsan go. Ha? Ati men bilen birga guljuga bardigan adam nemiş uxlamadın? Ati men seni yol üstüde Gülendam Hedanın öyge koyup ketay. Sen o öyde Tahir, Zöhrələ bilen 1-2 gün oynap turgun. Sen yana u yerdə Akın bovaң bilen mi körüşələysən? Ati sər turumsaq bolmaydı balam. Uxlagın, ha? Dodo çıkıp ketmegin. Hı? Ne boldun? Jığlıgan oxşamamsa? Gözlerin kızırıp ketipdi go. Boya düşümde jığlapdı men. Men düşümde apamni gördüm. Apam özü yalğız jığlap turgudek. Beçarı balam, uxlagın. Apanın ruhisan mədət bəgey. Yani şu resimde. Dodo, onda kımıgın dodo. Dodo, mama tegine. Apam ölüp ketmegen. Sen onu çokum tepip gelirsen. Şundak mı dodo? Apam ölüp ketmegen. Dodo, apam ölüp ketmegen. Yani şu gep mi? Ben sana apan ölüp ketken dep neçik ettim eyttim go. Sen toğuluşun bilella o ölüp ketken. Sen hazır menin körüp atkan günümde az demse, eğer yeninde bir apı boğan bolsa, menin jükümü yeniklep kalattı. Sen... Ötünüp kalay dodo. Ondak demegen. Bana etkına. Apam ölüp ketmegen. Şundak mı? Sen şumtekni poq südükünden ayırıp çoğunqıp koysam, bugün gün kelgende hadisi apamlı desen go. Bundan ki ben kimge öylensem, şu senin apan buludu. Yok, bana ondak ap gerek Estağfurullah. Bu günü kağıdaki kulağına aldırdın, nemi günah kıgan boğuydım. Dünyat. Dodo beni urmagan. Yeter, Kenim dodo yeter. beni urma. Ey! Bu şimdi hap kılıp menimi o dünyaya kessin demse ye. Oppa, düşümge kirip meni görüp dudun. Nim üçün onumda yenimge kelmeyse?
Subhi. Berke bala. Berke deyme. Subhi. Korkma. Balam, bundan keyin bu osal mijozimni cho'qim o'zgartiraman. Seni endi hargiz urmayman. Dada, bundan keyin men sening gapingni anglayman. Seni hargiz xap qilmayman. Balam, Gülendam hadangni yaxshi ko'ramsan. O, sana ana bo'lsa bo'lamdi. Opa! Meni topamaysan. Opa, nima yedi? Opa! Bertua. Meni izlab topqindimsan, jinim bolam. Ularning degani to'g'ri. Hozir Raziya adining ro'y kayfiyati toz yaxshi emas. Bundaq chaqda kelib uni avar qilsak bo'lmas. Ziyorat qilamiz desanglar, uning dardli qalbini texim og'irtib qo'yasizlarmikin? Yo'ldosh, bundaq desangiz bo'lmaydi. Biz qonun gizitining muxbirlari. Bu qilishga tegishli ishimiz. Yo'q, bo'lmaydi. Menga boshqa fursat yo'q. Biz ad Urumchiga qaytmoqchi. Bu sizlarning xizmatinglar ekanligini bilaman. Biroq sizlarmi uning hozirgi ahvolini o'ylashinglar kerak-ku. Muxbirada, men sizdan o'tinib qolay. Yengam siz bilan so'zlashmasligi mumkin. Biz uning bardoshlik bermasligidan ansiraymiz. U pat yaqinda Urumchiga qaytmoqchi bo'layotdi. Sizga yana fursat chiqib qola. Yo'q, bo'lmaydi. Bu maqolani cho'qim yozishim kerak. Qanday gap bu? Nədiki fürsətə bu? Bu maqolaning qurilmasi haqidagi tasavvurimni yuqorida doklad qilib qo'ygandim. Sizlarmi men o'ylab qo'yishinglar kerak. Bu ziyorat maqolamni yozib bitasam, balkim sizlarga foydasi bo'lib qolar.
Men ko'rishmasam bo'lmaydi, hadi. Yengem bilan cho'qim ko'rishman desangiz, avval men kirib uningga deb baqay. Raziyada. Ben başqalardan sizni mangadikan deb anglab, aloyitan rahmat etqili keldim. Agar kan qo'saqlik qilmagan bo'lsangiz, men Şovli. Qaynatam bilan qaynanam janjigar nevrisidan ayrılıp qoldi. Ularning ko'ngli behirim. Sizni ko'rsa, ochig'ida tillab qo'yishi mumkin. Eng yaxshisi siz bu uyga kirmang. Raziya, men qonunchilik kesining muxbiri. Burun bu qitimqi mashina hadisi haqida ziyorat qilgandim. Jamiyat bu voqeaga intayin ko'ngil bo'lyotdi. Jamiyatda bu vaqt turli gap so'z ham farazda bo'lyotdi. Siz shoferning jinoiy javobgarligini surish qilishdan voz kechibsiz. Bu vaqtda men sizni ziyorat qilmoqchi edim. Sizning qanday o'ylaganlaringizni bilmoqchiman. Qisqacha so'zlab bersangiz. Agar u mas'ul mashina edigan bo'lsa, uni kechirintingiz. Biroq u aroq ichib mashina haydamagan. Bu ishqinglarga ayon. Ahvolning tafsiloti bizga ayon. Qanday talablaringiz bo'lsa, bizga deysiz. To'g'ri. Talabingizni deb baqsangiz. Ishkilanmay so'zlayvering. Raziya, faqat 5 minutlik vaqtingizni olaman. Men shikoyat qilishdan voz kechdim. Chunki men balamga yaxshi qarayolmadim. Texi uningmi bir yoshga to'shmagan bir balasi bor ekan. Sizmi ona bo'lgansiz? Şunu bunu düşünürsüz. Doğru mu? Bo'lmaydi demedim mi? Endi o meni boshqa bir niyatda sizni boshlab keldi deb o'ylab qoladigan bo'ldi. Tazimi bir. Şovli usta, siz herkes ondaq o'ylamang.
Keyfimni buzding. Qap to'xtab tur. Xo'sh. Men degan sultonga mansub. Usul o'ynab ko'ngil assaq bo'ladi, lekin boshqa niyatda bo'g'chi bo'lmang. Men o'nlaq shallaq ayol emas. Gülende. Gepimni angla. Sultan degan sultan. Xolis kelib, holimiza bir necha yo'qolib ketdi. Yani Eliqi o'laman bolasini doim mishaga qo'yib qo'ydi. Aytama. Meni nahrim uningdan ka. O'zim xohlayman. Men Subig'i bek amaraq. Yani kelib, men azaldan ayollarni hurmatlayman. Balnimi urmayman. O'zimning ixtiyori. Siz bekarli avar bo'lyapsiz. Sultan har jihatda sizdan yaxshi. Siz meni tushunmaysiz. Men sultonni yaxshi ko'raman. Sultan men o'rimchi bilan g'ulja arliqidan tanlab olgan bir er. Orası sizni olaman dedi bak. O meni olaman demisa, men onunga tegiman demdim. Akka. Bu cho'pon menga yarışıdı ekan. Bir necha kun kiyib turay, ha? Qara, Subi akam xafa bo'lib qoldi. Hey, nimanchalar pixsiqlik qilsa, opam bizga dedi, u endi seningmi opang o'g'idek, men sening akang bo'laman. Tuta. Gülende. Oyak geleme. Ben ıssap kettim. Qaytib berib choy damlab beray. Sultan. Chapsan ketayli. Shu topda balla uxlamay bizga qarab o'ltag'andi. Menimcha ular allaqachon uxlab bo'ldi. Sultan, ikkimizning ishini qanday o'ylayapsiz? O'tang atrofdagi qahlarmendan qachon siz bilan to'y qilib Urumchiga ketadiganligimni so'rayotdi. Hey, gap qiling. Nima deyman? Kim to'y qilayli debdi? Qaytib berib uxlang. Sahar turib g'o'ljiq berib, bir avtobus odamni elib Urumchiga qaytib kelaman. Shirkatning direktori shu yerda xizmat tekshiryotdi. Juring, qaytaylik. Ay, hajab parvoni qilmaysiz-ku. Qo'sig'im pompuyib chiqqanda, ondan men bilan to'y qilmoqchiman. Aljib qaldingizmi? Davatgan gapini. Yeningizga 3 bola ozlik qilyotganda, siz o'zingizni dafsanda qilmoqchimi yoki ballanimi? Endi deyman, biroq shunday ketaversak bo'lmas. To'la azmilik qilmay qaytib berib uxlang. Xotin haq deganga tishining erkin chiqarib qo'ysa, mana shunda qadidan eshib oladi-da. Muttaham. Meninkini yeb ichiyotsan. Balangni beqiyotman. Kechsa hojatdan chiqyapman. Yana menga mushundaq muomala qilamsa, yuzsiz. Vossara xotin ajib qoldingmi? Boshliq gap qil, haqla anglab qoladi. Anglasa anglamamdi. Nimadan qo'rqatdim? Men bilan yetishib ketilgan odam, yana nimadan qo'rqatding? Voy, yaxshilikni bilmaydigan tuzi ko'r. Hey, kim gap qilyapsa? Sen meni ko'chaga chiqib qolgan buzuq ayollarga o'xshatayotamsa? Xohlasang o'ynab, xohlasang tashlatadigan afshamitim-ya? Seni mejaz yaxshi, oq ko'ngilkin demisam, sendan xotinlar samonda 8.
Senin aç 3 balağını işe ağırtmasam, sana qaraydıganğa kimning ço'lisi? Nima? Sening hiliqi gömüş balağını dediğimizem, sening 4 tenge pulunga qaramdim. Maňa neni erler talep qo'yganda, seni de bularning talabini rad qilganman. Meni depma. Men bilan tanışganingga qancha yil bo'ldi? Endi 2 yil bo'lgandi. 3 yil bo'ldi. Öz vaqtida men sana nima degandim, ha? Subhiga obdan qarg'in, o seni ana o'rnida ko'rsin dedim. Men yo'lga chiqqanda ishkinglarni chiqishib qolsin deb Subhini yiningda qo'yib qo'ydim. Oqibat qanday bo'ldi? O seni ana o'rnini ko'makda yo'q, hatta necha yil burun o'lib ketgan onamni teppa deb hozirga jidal qilyapsa. Tov qildim, Xudoyim, tova. Men Subhini o'z bolamdek ko'rib kelyapman. Buningga ishonmasangiz, o'tangdagi haqlardan so'rab yiqing. Men bu gapning ochiqini deb qo'yay. Subhi tug'ilgandan buyon men hozirgacha bo'ytaq o'tyapman. Men g'erib sindim, yerib charchidim. Mening talabim yuqori emas. Faqat balam yoqtirsalar har qanday ishga kelisha olamiz. Bo'lmasa ömrü bo'yi bo'ytaq o'tib ketaman. Sultan. Sultan. Mening barlig'im sizga mansub. Menga bundaq rahimsizlik qilmang. Men Subhiga obdan qarayman. Qarang, demidimmi? Ular allaqachon uxlab qopti. Ularga yotqa yepib qo'yay. Sultan, Subhi ko'rinmaydi-ku. Chaqchaqimman. O nega ketgandi? Menmi bilamadim. Nega ketgandi? Bu bolanisi odamga arabchilik bergan. Hamisha yo'qolan qiliqlarni chiqarib, dadisi bilan meni xafa qilgan. Sultan dehi, bolamga yaxshi qarmading deb mendan og'irnayotgan. Qanday qilishimni hech bilamadim. Uyay, men mi chapsa chiqib uni izlay. Subhi! 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 Uni izlamaga yerim qolmadi, topolmadim. Nega ketgandi? Oyoqni izlab baqaylik. Subhi! 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 Balam, nerede sen? Çapsan çıksan-çı. Subhi! Subhi! Çapsan çıkın. Ben seni urmayayım ha balam. Subhi! 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 Neymiş şuncha vaqirsak, suva sürmey o'ltirib olsa, bu yerda nima ish qilyapsa? Ne qildim? Shuncha vaqirsam nima ishga qilmaysan? Ha? Ha? Bo'ldi. Hey, men sen gap qilyapman. Bo'ldi. Sen odamga birdan aromlik beraysan menimcha. Harimi. Gap to'xtab tur. Pochig'ini chig'ib etmaydigan bo'lsam. Bo'ldi. Unda qilmang. Gapingiz bo'lsa, mengadam. Balani qo'rqitib nima qilasiz? Danglash harimi. Qo'rqma balam. Uni obdan bir adablab qo'ymasam. Ben geldim.
o'shani bek cho'ng bildim. Qira. Oy. Sense kun bo'yi o'ynashni bilsa, ostoli ish qilishni zoti bilmaysan. To'xtag'ina. Bu chapan bir obdan yarishibdi-ku. Birdan kiyib olib Subiga qaytirib ha? Ma'qul. Subi, berka balam. Kun bo'yi yig'lamsirab yursang bo'lmaydi. Astol ish qilsang zerikmaysan. Dadang atil qaytib keladi. Ishini tugatib bo'lgandan keyin Subi bilan birga o'ynanglar. Uni bo'zaq qilg'ich bo'lmanglar, ha? Angladinglarmi? Anladik. Bu piyozni pokiz axlatdan qilib beringlar. Obdan bolalar. Hey, opam sen amraqliq qilsa, unchalar ko'ranglab ketmaydimi? U degan bizning opamiz. Sening eli qo'roq keshdodonga men bek ish. Men sultan dadamga amraq, u kesle boshqa bolalar meni bo'zaq qilmaydi. Men yana Subihi akamga amraq. Mama, sen nimni bilasan? Sizlar texi aytdinglar, sultan dadamiz kesi yaxshi narsalarni og'ash keldi deyotgandinglar. Mana endi o'zgaryapsizlar-ku. Men hech nima demadim u. Kichik bo'lgandikan cho'nglarning gapiga qo'shiqsanma. Subhi bilan dadisi doim bizning uyda turdi. Ozroq nas kerak og'ash kasb bo'lmamdikan. Sening dadang beksatchimi? Mening dadam dunyodagi eng yaxshi dada. Sizlarning bormi? Sening opam yo'q ba. Yo'q ba. Yo'q. Mening opam ba. Kim mening opam yo'q deydi. Men deyman qandoq? Sizlar bek eski ekansizlar. Subi akamga bunday gapni qilsanglar, sizlar bilan o'ynamayman. Subi aka! Subi aka! Subi aka! Xo'jayxini, oshxonangizda yigidek bir narsa bormi? O'chaqda o't o'chib qolgan tursa, yigidek ne bo'ladi? Ma, şimdi bir kichik bola bor, qo'sqim ichib ketdi deb yig'lab ketyapti. Endi to'xtab turing, ha? Ha, ma'qul. Rahmat. Xo'jayxini, nechta pul oldi? Bo'ldi, menga bering. Bu yomg'irda yo'l buzilib ketsa, tag'ishidan chiqib ketolmaysiz. Tez mening. Rahmat sizga. Sen opam bek chiroyli deganding-ku. Ba'zi yerlari senga o'xshaydi ekan, ba'zi yerlari sulton dadamga o'xshab turadi. Ay, Subi aka, sana nima bo'ldi? Men ko'zimni yumib elib uxlagan chog'da opam hamon meni ko'gili keladi. Mening opamni bek ko'gim keldi. Hey, bu shaytonlar. Berib oshxonaga yordam qilsanglar bo'lmamdi. Aytdigandan kechgacha qilgan ishinglarning tayini yo'q. Rasm sizishdan boshqani bilmaysiz. Opa sen bek eski ekansan. Opa, sen mening chaqirganimni anglayotgansan.
Dada. Raziya yengem mamaqchi bo'lyapti. Bichara kızım. Ko'nglingizni yerim qilmang. Ko'p yig'lasınız, salomatligingizga ziyon. Uningmi ruhiy qo'rinib qoladi balam. Bola degan hamon bola. Ota-ona qarliq tutganga o'xshash qarliq tutsangiz bo'lmaydi. Oq yog'liqnimi uzun chigib ketdingiz qizim. Bu yog'liqni chigib elang. Dadınız bilen ikimiz namazımızı dua kılınız kızım. Size ah yol dileyimiz. Yenge. Hadi. Maşindan mağdağa vaqti bo'lib qoldi. Dada, men mandım. Salomatliklarini asraslar. Anam bilen silla bo'lmagan bo'lsalar, men allaburun dard kechirmay tugishib ketetdim. Nabi bilen dadasının tuproq beshi bu yerda qoldi. Men sizlarga ko'p avorchiliklarni akildim. Meni afv qil inshaalloh. Qatnash qoidasini bilamsan yo'q? Sultan? Voy, Tursun direktorkan bu. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Qo'ya ketmoqsiz-ku. Ha, men bo'lsa ulgurib ketdim. Hadi, mashinaga chiq. Bu yoq mening hadam bo'ladi. U Urumchiga bormoqchi. Sizning mashinangizga chiqib olsin mumkin deyman. Chatoq yo'q. Biroq bu mashina-chi?
Manda qishdi. Şirketimizin bir şoförü Künes'te çataqı yolu qıptı ekan. Baş şirket meni shu yerga berib kelgin degandi. Akil, ben el olay. Adamning o'g'li mashina hodisasida o'lib ketdi. Tunugun 7 nazirini berdik. Onun ko'ngli bek perişan. Künes'te qancha kun turib qolishini bilmayman. Mening uni bu yer bir kun ortiq turg'izg'im. Siz uni Urumchiga ag'ash ketib, o'dilni mening uyimga yetkazib qo'ysangiz. Bo'ladi. Hadi, mashina chiq. Biz burun ko'rishganmi? O mümkünmü? Hadi, mashinaga chiqing. Hey, maşinanızı bir yaktarsınız çok. Biz sizinle de yola çıksam daha kaşanlar. Aziya! Ne? Sizler nemi tekşirot sizler? Nemi asasen bu maşinlarni to'xtatib qo'ydinglar? Biz Urumchidan keldik. Qonungizni muxbiri. Kechiring. Biz biraylarni izlayapmiz. Xonimmi muxbirmi? Shunday. Bu gapcha siz uni rahbar ekansiz-da? Shunday. Bu yana kelib mening ayolim bo'ladi. Hey, bu nima deydi? O mening ziyoratimni rad qildi. Uning ustiga bizning mashinada o'tirib qaytishga unimidi. Mening bunday qilishim uning uchun emasmi? Chechilma. Xonim bo'lsa bo'ldi. Juring. Mamamsiz. Voy, ziyorat qilmasam qilmadim. Ben su içmem. Nega quchog'imda o'tdi? Siz nishapsiz? Stop! Disko muzikasidan rintisos qo'yib bering. Ha, bak. Derler sizinle yol boyu çırağını açmayı mağalıkında dikemem. Hele uçuk çırağı adam gelseniz. Yine atak bulun. Anlasam siz yakında öğlenmek buluyorsunuz. Yani olsa balanızı apte bilipti. Yok şu. Kim şundak deydi? O ayalını kalsız çırağıyla hem adamla zor gelir deydi o. O hem adamga yaraydı. Şuğunisi balamıqlı yarmaydı. Bunda. Bunaqa nima degilik? Nim bakan? Bir top qo'y, yana chidar ko'rinmadi-da.
Bağışlaydı apa. Köydün mü? Köydüm balam. Hilal katim kelgende men seni işege başladı baraya. Baraylı ama. Maqul. Men seni işege taşlap koyma. Ya apa. Maqul balam. İkimiz birlikte tağının üstüne çıkıp oynayalım balamdı. Hadi, nem buldunuz? Umak kız. Bağımsızdan, adamның beşini ağırtmay, ün alğın öcür ötün, ha? Qadir. Meningcha Raziyaga haqiqatan baxtsizlik kepti. Bola tug'ilmay turibla, eri o'lib ketibdi. Ming bir jafodi bolasini cho'ng qilib, bir-biriga tayinib yashab kelayotganda, mashina hodisi bilan qazo qilibdi. Siz helimi aşı mashina adısını o'ylab o'tamsiz. Haqiqatan odam bilan odamni selishtirg'ili bo'lmaydi ekan. Hay. Agar uni o'rnida men bo'lgan bo'lsam, meliq shofirni sudga arz qilib, ig'ir jazo bergizatdim. Raziyaga haqiqatan qoyil bo'ldim. Meliq kuni sudga borganda siz Bu haqiqiy bir ayoldi. Andaqda men ayol emaskanman-da. Simir. Siz tug'ib boqmagan, ona bo'lgan ayol bilan albatta o'xshamaysiz. İşingizni qiling. Hay? Uning qaynisingizni aytishicha, u qaynapisi qaynotisining ko'nglini ayab, bolasini deb qoyit yotliq bo'lishga faqat urinmabdi. Yaxshi ayolkan. Nemalar degan bilan bunday ayollar kam uchraydi. Hay, Hamida. Hamida. Biz aslida choy ichkizgili kelgan to'q. Biroq siz planni buzib xizmatga o'zgartirdingiz. Hay. Sho'ng'ashqa opam qop bo'lib qopti ekanda. Tavuz alamsiz? Chaqaroq bo'linglar, hozirlama emas. Ha, tavuz ağanki bo'ldi. May. Tavuzlarning kilosi qancha pul? 1 kilosi 50 tiyin. Man alamdiq. Gel bana. Nebi! Balam Nebi! Ben bolsa mekler pola emmi tamakta. Makul. İki taksi pola geldi. Mana bu sizlerninki. Men. Tayyor bo'ldi. Birdan o'tirib turinglar. Hozir ekib beraman. O'tirib turinglar. Sizlar qaytamsizlar? Ma'qul. Kelib turinglar, ha? O'rinba. Keling. Meyada o'tiring, ha? Meyada o'rinba. Sizga nima tomoq ekib beraman? Lag'manda ishga qoch. Ma'qul. O'tiring, ha? Zöhre kızım. Obdan tutun mu? Para.
Sana kempit ep gelişini unutup kalmadı. Çok yaxşı. Neymiş yoktu? Neymanç köp maşinlar bu? Aldı bire maşini vaka söz beriptim ya. Hacatmi şu egizkensiz. Tünügün qattiq yağmur yağdı. Aldıdaki yol buzilib ketgan o'xshaydi. Şoförlarning hammasi qaytib kelishdi. Ko'nglimizdagidek ish yo'qdi-da. Obdan bo'pti. Bu qaytim yeningizda bir necha kun ortiq tug'dik. Gulanda, Subhi ko'rinmaydi. Buna ketdi. U daryo bo'yida o'ynayotdi. Men berib tepib kelay. Hey! To'la azmini qilmay, chapsan chiqib yo'lovchilarni yotoqqa o'rlashtiring. Sal turib o'rimchining mashinalari kas yotoq qolmaydi. Ma'qul, men o'rlashtirib o'tay. Mashinamda bizning direktorimizning hadisi bor. Oldin xabar berib qo'y. Bolangizga qarag'anim ozlik qilib, endi direktorning hadisini boshlab ketdi. Hey, mashinada tushinglar. Bugun mushadi qo'yamiz. Hey, mashinada tushinglar. Oldimizdagi yo'l buzilib ketdi. Bugun ma'qulmaymiz. Mushadi qo'ndigan bo'ldik, ha? Chaqqa mashinada tushib joylashinglar. Qandara, birodarlar. Salamat edinglar bu. Görüşmeli bo'lsin bu. Sultan aka, yo mana maydiga o'xshaymiz. Qaboqdan kirib, sabr ichishmaylik, ha? Yo'q. Dinaz do'stlar uchrashganda ichmaydigan ish bo'ladi ekan. Bugun qoniqichi ichimiz. Hey, Gulanda. Yaxshimi? Mashinada ballag ağaç kelgan narsa. Yo'lovchilar tushib qolgan mashinani ishini taqotasiz. Ishingizni tugitib, qavoq qaniq bering. Anladingizmi? Anladim. Nada, siz bormisiz? Nasi bo'lmaydi, juma. Men hozir borman, ha? Mashina aydimgan ekan, sabr ichishaylik. Mashinada tushib tamoq yeyil. Xo'jayin ayolsini o'rlashtirib qo'ydi. Ben hazırlı berip fikrinizga telefon berip uni xotirjam qilib qo'yay. Biz cho'qin bir yerda ko'rishgan bo'ldik. Cha, hey! Hey, tir, cha! Hey! Hey! Cha! Cha! Hey! Aku buah. Hey! Aku buah. Hey! Aku buah. Kele balam, kele. Korkma, ha. Aku buah. Oy. Ben sizi öyle bir saklap tutup, emin oldunuz mu? Mening senden başka yeni yetin nevren var. Ben sizin nevriniz emas, dostunuz. Şundak mı? Aku buah. Bugün apam geldi. O beni kömür ketdi. Şundak mı dostum? Eğer ben biz apamni topa alırsam, çok o'tkinimiz başlap kelime. Apağın raslı ölüp ketmegenmiken? Bırak dadağının deyişçe. Siz neymiş ki bana işenmeysiz? Sana işenmeymen emez bana. Bilemsiz, benim apam beş çıraylık ayal. Sen onu kögenmedin. Onun uzun içki örüm içici var. Boynadı bir dal, meni vah doğru mu? Akı buva, ben tülgün akşam apamның bir neçe parça sürtünü sızdım. Karına, bana bir yedi. Mana. Ben kör bakay. Sen apağını bek çıraylık dağıtmamdın, ha? Bu sızığının bizning öydeki qeri inekli okşapdı o, ha? Boldi. Özün saqlığın bizning kegiz öyde bir monç esiqliq turdi. Maqbul. Ço. Qara bolam, tağ bağırı qızıb ketibdi. Xo'ja yaqini. Men bu yerda. Qo'lingizni elib. Tamoqdan rozi bo'ldinglarmi? Rozi bo'ldim. Kelinglar, ha? Xo'sh emisa, xo'sh. Opa, Subhil ketib keldim. O yana Aqın buvayning uyiniga berib opti. Yana shuni yeniga bordingmi? Sana Aqın Firat jinjib bo'ldimi nima? Seni izlab bormagan yerimiz qolmadi. Agar dadangning kon ilfatlar kelib uni ep ketmagan bo'lsa, seni orangga kirib yana urushib qolatdik. Bo'ldi.
Sen benim işlerime yardımlaşın. Şiraning ostidagi cho'k qog'ozlarni terib et. Ya'ni Superman deb to'p to'zitib yurma yana. Mang oppoq bolam. Hayır, sen idishlarga suv to'shqizib etgin. Bugun mehmonlar bek ko'p. Tez bo'linglar. Güvengemede Sultan Kam sizi saklavatdı. Kapı kamsı yere. Voycan, saqlamamdi. Bu 2 kun ichida yo'l ichirmaydi. Mush bir sat pul tepamiz qachon tepib oladi? 90 ga 160 ni qo'shsam, Kız bu şehre tamak yiyin. Alıştım. Ben her ketim komandırıp çıkkanda muş aşkandan tamak yiyeyim. Bu aşkanın lağmını bek okşaydı. Kınıp oturun. Hocayın, bana 2 taksi lağmen, bir taksi göçlük, bir taksi göçsüz olsun. Oy, bugun mehmonlar bek ko'p. Yetishmayli qilyapman. Qani, o'tiringlar. Kechiring, men ilim. Şoförün bir yerdə tutqunu bakında. Çay için. Berip kelsin. Bir yerde tosumu zerikip kaladı. Siz ertaga ketkizib o'tibsiz-da? Ondan emas. Yol boyu ikimizge ayrım paranlaşıdığan fırsatını bombadı. Maşından düşsekle yep içimiz bekli zerikip ketdi. Agar yo'l buzilmagan bo'lsa, shandaga ulgurib boratdik-da. 2 kun aramila olatdim. Ey, bir ayrı kişiler qarama. Kişinin soğuk keladi. Siz yana arsaldı bo'la o'tamsiz nima? İkkimizning to'y qilishga kutishganligimizni rahbarlik bilib bo'ldi. Yana nima ish qarqib sursiz? O'zimni bilmayman. To'y qilib bola tug'ib bir umr oila ishlarini qilishni o'ylasam, qo'rqim keldi. Bunun qo'rqidek nimasi bor? Men to'sam. To'y qilibla bola olamiz deb turolmaydigansiz. Albatta shundoq bo'ladi-da. Yeshimizmi bir yak berib qoldi. Bola ilish olmaslik o'zingizning ixtiyorida bo'lsin. Men buningga qo'shilaman. Qadir. Ehtimal men bir umr to'y qilmay, tug'may o'ltirib qolganligim uchun biroz jiddilashib atgandim. Bundoq dema. İkimiz cho'qim baxtli bo'lib ketamiz. Qadir, siz bek qanoatchan. İkimiz aralashqini uzun bo'lgan bo'lsa, bir-birimizni obdan tushunishimiz kerak. Qadir, siz bek yaxshi juma. Aka, meni portmolimni nima o'g'irlaysa? Qarang, ko'ymagan bo'lsam o'g'irlab ketakandiq. Hey, ko'p qo'yib tarbiyalamagan kimning bolasi bu? Ko'p kunduz o'g'irlik qilgan qarang. Buni men tepib olgan. Javob qaytaryapman. Tarbiya ko'rmagan. Hey, bu kimning bolasi? Nim bo'ldi? Subi, nim bo'ldi bolam? Hey, topgan pulingizni oz ko'rib, bolangizni o'g'irlik qilib qo'yibsiz-da. Qarang, portmolimni o'g'irlab To'shmaslik qoldimi nima? Bu bolaning qo'li agar emas. Hey, qiziq gap bu. Portmolimni uning qo'lidan ilib olgan tursam. Men rostli o'g'irlamadim. Emis portmol qanday qilib qo'lingga chiqib qoldi? Cho'qim bir suvga Subi, rostli shunday qildingmi? Yo'q. Sizning bolangizmi? Bolani tug'ib tarbiyalashni bilmagan ona ekansiz. Bundaq yomon odatni nerdan o'rganding, ha? Nima degan satchilik bu? Sel turib, dadangga deb adivangni bagizmisan? Hoppangmish. Xapolmanglar, ha? Hop, pul ko'mgan, och ko'z. Mana, hey, kimga ta'yin qilyapsiz? Ha, mana 2 taksilarman, birisi go'shlik, birisi go'shsiz. Aka. Mehmonlar, xapolmanglar, ha? Tamoq yanglar. Singlim, tamoq yang, xapolmang, ha? Balani yaxshi tarbiyalangan gunoh menda. Qiziq choy qo'yib beray. Singlim, qarab beqing, ha? Meningiz kamkin. Agar yutib ketgan bo'lsa, to'lab beraman. Bir narsa yutibdim. Xudoga shukr, yutmabdi. Yutgan bo'lsa ish chataqdi. Xotirjam bo'ling, singlim. Agar yutib ketgan bo'lsa,
çoqum to'lab beratdim. Mo'shtimda turib o'g'irib qolgani qaramamdigan bu balning. Hey, qalbi qilishmay, oyog'ingga bet o'ynashqina juga. Bular sizning bolalaringizmi? Ha, mening bolalarim. Chiq tuqqandan foydasi yo'q. Mo'yimi tarbiyalashdi. Bu tamoq yeydi. Necep biçişimga tegdi. Subi! Subi! Voy, maligistin o'g'ir kuchlik deb, men bir nimadagi yig'ilib ketgani buning kehi. Mening bolam bo'lgan bo'lsang, bo'shig'ini chiqib etgan bo'lardim. Bag'an sirhatingdan ishib ketyapsan. Haqning narsasini o'g'irligidek bo'ldingmi kehi? Bo'ldi. Boya o'zingni anglading. O menimi qo'shib tillab ketdi. Uning gapining sessiqligini demamdigan. Bo'ldi, jur o'g'lim, jur. Yig'lashdan boshqani bilmaysan. Bo'ldi, yig'lama. Buningdan keyin haqning narsasiga chiqilmasangla bo'ldi. Dadang seni qanday tarbiyaladi ekan, tan? Men haqning narsasini o'g'irlamadim. Yana xatolig'ingni to'nimamsa? Siz nemishqa menga ishonmaysiz? Men ishongan bilan haqni qanday tushundiraman? Boya achchig'imda seni urib tillab soldim. Bo'ldi, yig'lama. Menmichu seni yaxshi bo'lsin deyman. Agar unda qilmasam, heliqi ayoldan qutulg'ili bo'lamdi. Fat ardi sening yig'lashdan boshqani bilmaysan. Bo'ldi, yig'lama. Buningdan keyin haqning narsasiga chiqilmasangla bo'ldi. Dadang seni qanday tarbiyaladi ekan, tan? Men haqning narsasini o'g'irlamadim. Yana xatolig'ingni to'nimamsa? Siz nemishqa menga ishonmaysiz? Men ishongan bilan haqni qanday tushundiraman? Boya achchig'imda seni urib tillab soldim. Bo'ldi, yig'lama. Menmichu seni yaxshi bo'lsin deyman. Agar unda qilmasam, heliqi ayoldan qutulg'ili bo'lamdi. Fat ardi sening opang bo'laman. Albatta sening g'amingni yeyman-da. Ma, bu kampitlarni yeb o'ynag'in. Yo'q. Tuta. Yo'q, yeymayman. Tuta deyman. Yo'q. Ma, yeymayman. Voy. Yo'q. Bolani qara. Yig'lama. O'maq bola. Balaning dili asar yemis bundaq yig'lamaydi. Bola degan hamon bolada. Siz nemishqa bundaq bag'ir tashlik qilasiz? Yig'lamang bola. O'zingizning balasiga ishonmasangiz boshqalar qandaq ishonadi? Yig'lamang bola. Yig'lamang. Mana men sizga ishonaman. Opa! Voy, tazimi bir ish bo'ldi-ku. Subi, mang bolam. Tamoqingni ye. To'p qildim. Mana keldi. Bizning tamom chiqdi. Mana bu sizning. Voy, xush kelibsizlar. Mehmonlar. Qani, marhamat qilinglar. Bu yoqqa o'tib o'tiringlar, ha? Qandaq? Ikkinglar tamoqni rozi bo'ldinglarmi? Rozi bo'ldik. Keyin kelinglar, ha? Tanglar bu oshqan pulinglar. Xo'shamiz. Ikkinglarga qandaq tamoq kerak? Qanday tamog'ingiz borki? Petermanta, polo, kebab. Nima yeysanglar shu ba? Amsi bizga Petermantada 20 keling. Mana hozirlar, ha? Balam, beri kel. Tavuzdan bir atilim yegin, ha? Maga. Ma. Arasidi ay çıkıp kalgende Bulut arasidi ay çıkıp külgende Gönlümün yığılaydı Yar yadim yetkende Gönlümün yığılaydı Ben hazır kelsaydık ötende. Şunda. Gel qilmang. Kechech qattiq yomg'ir yig'ib, shig'illab qilani eqitib, tog' eg'izidagi yo'lni to'sib yetibdi. Hozir yasavotidi.
Ha, başka mühim iş yok. Tursun canlığı dep koysanız. Kağın saydık yol bozulup ketipti. Hatta örümçüge yetip baramaydigan okşaymiz. Şundak. Köp bolsa bir iki gün hayal bolamız. Ha, doğru. Sultanka, tamak pişip kaldı, tamak yet gittin ha? Ha, ma'qul. Onun hadisinin ahvalini ayt yaxshi. Ansirmisin, başka şey yok. Sultanka, tamak tayyor bo'lib qoldi. Bir geli. Ha, rahmat. Bir qancha ag'enlarim saqlab qolgandi. Sultan aka. Ha? Raziya? Ciddi bir ish bilan meni izlaganmidingiz? Ukangizga deydigan muhim gap bormi-ki? Hech gap yo'q. Uning bilan bir necha yil so'zlashay degandim. Men birsiga Tursun direktoriga deb qo'ying. Bir ish kun kechikib borgan o'xshaymiz deb qo'ydim. Bo'pdimsa. Tamoq yedingizmi? Hozirli berib keldim. Hozir Gulandamning oshxonasida bir narsa qolmagandi. Juring, o'sha yerda ozroq bir narsa yeylik. Rahmat. Qo'sqim ochmadi. Ha, men, ha. Bu Voy, Sultanka, qani keling. Qani kelinglar. Sizlar meni tamoq taklif qilgantinglarga. Qarang, mana bir mehmon boshlab keldi. Siz degan qo'y so'yibni chaqirgan olmaydigan mehmon. Qani, shukur eting. Rabiya, chopsan tamoq tayyorlang. Bo'ldi. Qani bo'ldi. Avar bo'lma. Qarang, mana mush tamoqning o'zini haqi bor. Ma'qulamiz. Qani, o'tiring. Qani, Raziya, o'tir. Qani, shukur eting. Oo, yig'lama. Ha, mana bu sutang. Ha, sen vaqt, ha? Sultanka! Ha, mana. Sultanka, qani eling. Hada, siz meni Sultanka, kim-kimdan chiqib qarab boqay. Ma'qul. Qani, tamoq ye. Siz boshqa ayollarga o'xshamaydi ekansiz. Baxtli jimg'or ekansiz. Uzoq yil g'uljiq bog'inizdami, mening mashinamda o'ltag'anligingiz ilm esingizdami? Shu chaqdami boshqalar bilan paranglashmagandingiz? Asliyamidingizmi? Bo'ldilar. O gaplarni deyishmayli. Qani, tamoqingizni yeng. Sultanka, ular sizni chapsan chiqsin bo'lmasa, butun yaktak kuzmay yo'pirmiz deydi. Siz beravering. Bo'ladi. Siz tamoqingizni yeb olib daniling. Farzimcha at deganda men ham qilishimiz mumkin. Asman berib kelay-ya. Rahmat sizga. Rahmat. Spravka. Akil. U haqiqatan yaxshi chaladi ekan. Yaxshimisiz? Biyaning muncha qiziydiganligini bilmadim. Ancha emas. Chiqimlarni sizlar? Yaxshi o'zim orqadan chiqarib. Bo'ladi. Biyaga kirgandan keyin ishmaymizmi? Bizning bundaq jam bo'lmag'imizni aytamiz. Bugun Kechiring. shuncha kamariyada qerishganda mening harqimni to'kayotganda. Men bu haraqni pulga olganjimi? Men surtuvday. Biz yana uchrashdik, ha?
Şundaq, biz yana uçurashdik. Unutib qoldingizmi? Kechiring. Ay, Hamida. Adigan Raziya mush ustamning boshiniga chiqib mangan emasmi? Shu vaqtida ko'rishgan. Yaxshimisiz? Oldimizdagi yo'l buzilib qolgan. Shunga bizim ishlar to'sib qoldik. Bu jahon nima degan tor, ha? Biz dehi boyili ko'rishgan toq. Bu yoq mening xotinim. Heliqi bolalar sizlarningmi? Ashundaq eski bolalar bizning bo'lmay, sizlarning emisa? Mening bolalarimni aski degan kimkan u? Gepinglar tugagan bo'lsa, men erim bilan atnoshga o'ynay. Bo'ldi, o'ynaylik. Yana shunga uchrab qolganimni qarmandiqan. Hey, men yaningizda tursam, yana kimga qaraysiz? Siz nimani bilasiz? O degan ataqliq muxbir. Onu bana tanıştırman deb avara bo'lmang. Men undaq saxtbaz ayollarga bek uch. Keling, o'yinimizni o'ynaylik. Məsələni aşılmış qılımız. Qarang, ayolga. Bək yaxşı oynaydı. Hamida, to'xta. Heli qimmasga uchrab qilib, tozim kaypim ushdi-ku. Aliqi shopirin demsiz. Men bu kelishtirib bir mush solay degandim. Biroq o toza qo'pol nima ekan, ha? Biroq u odam qili qiziqchi ekan. Sizlar tanishamsizlar? Biz bir jutliq, uning ustiga bir mahaldin. Mondaqdan. Siz nima uchun yurtdoshlaringizdan davomli o'zingizni qochirib yurisiz? Hargiz undaq ish yo'q. Rostini desam, men ulardan bezor. Bo'ldilar. Siz bezor bo'lgan ishlarni deyishmayli. Qadir. Ba'zi ishlarni men Bo'ldilar. Men shundaqli so'rab qo'ydim. Biz Bo'ldi, so'zlama. Biz ishkimiz to'y qilmoqchi bo'lyapmiz, biroq ba'zi ishlarni hozircha sizga aytmagandim. Hamida. Bu gaplarni deyishning hojati yo'q. Amini bilaman. Gezitxonimizning peshqadam boshliq bilan bo'lgan munosabatingizni birulli bilatdim. O sizni yezni yo'tkab akkagan ekan. Men sizning samimiyligingizga muhtoj. Qani ağaynlar.
Biz davamlıq muşu yolda mağamayız, ha? Bundaq uçuraşmağımızını aytım etəz. Bugün muşundaq uçuraşqa vaxtımızda qanlıqcı bir işçi olaydı. Muşu! Bana nefta. Benden yakışmıyorlar mısın? O seni mesut kansın dedi. Hadi. Götüreceğim. Muşu! Chiqinglar, bir-biringlarga moslashgan er-xotinlar ekansiz. Albatta. Agar men boshqalarga o'xshash dadimni ichimni yutib yurgan bo'lsam, allaqachon tugishib ketadi. Necha bolangiz bor? Agar kunduzdagi ish uchun apo so'rayman desangiz, ko'nglingizga rahmat. Navoda erimga yaqinlashmoqchi bo'lsangiz, bu niyatingizda yening. Mening yerim bor. Qani u? Boyqa odam shumi? Hey, Gülende, bu yoqqa keling. Ha, mana. Men berib kelay, ya. Men bo'ldi. Qani. Birodarlar, Sultanı toşqizib yana bir nuqya. Kerak qilishimni birdan Bo'ldi, bo'ldi. Endi sultonga qo'ymanglar. O nasib qopdi. Kiring, qaytib ketmayli. To'la aralashma. Meni boshqarish ishtiq baldirg'u deyman. Men texsizin xotinlikqa olmadim. Ammaslikqa haddingiz emas. Aytaylik. Nabi, o'zing sho'g'ina. Sho'g'ina. Qarag'ina. Appoq bo'lib ketdi. Ha, yuzlaringni sho'g'in. Qarag'ina, shunda pokiz bo'lib ketding, o'g'lim.
Opa! Raziye. Naman! Opa! 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 Nebi! Opa! Nebi! Naman! Raziye. Opa! Naman! Sizlar ketmanglar. Men keldim. Bir aile cem bo'lamiz. Menga ayrılmaymiz. Opa! Mening opam. Opa! 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 Nimişki meni tashlab ketsa, nimişki mendan ayrilib ketsa. Opa, men seni har kuni tushimda ko'rib turaman. Men sening uzun sochlaringni ko'rdim. Sen tushimda qaytib kelsa, men sening bo'yningdagi mengingni ko'rdim, opa. Opa, meni tashlab ketmagin. Men senga qonmadim, opa. Canım opa. Sen mening balam emas. Yo'q, men sening o'g'ling. Sen Nebi oğlum emas. Ben senin balan Sibi. O ölüp gitti. Yo'q, undaq emas. O öldü. Yo'q, undaq emas, opa. Sen beni tashlab ketmagin. Ben senin bana amroqligingni bilaman. Canım opa. Endi beni tashlab ketmagin, opa. O'tinib qolay. O öldü. Yo'q, undaq emas. Men bilaman, opa. Sen beni 6. ayının 10. günü qattiq yağmur yaqqan bir günü tug'ib kelsa. Opa, sen beni bağrını basmayla, beni imitmayla tashlab ketib qolsa, ishlar seni o'ldi degandi. Biroq men ishonmadim, opa. Men har kun yotganda sen mening tushimga kirib tursan. Men seni hayotligingni bilasdim, opa. Dadam beni urdi. Telledi. Sen izlab tapoydisam o'tmadi. Xudo. Sen opa, meni tashlab ketmagin. Meni balammi? Dadam boshqa deb berman dedi. Xudo mening hasrat chekishimga chidab turolmay. Senim opa, boshqa bir nabi. Ota qilganmidim. O mening balam emas. Seni pek sevgandim. Bağrı taşlık kılmağın opa. Balam. Opa. Opa. Canım opa. Opa. Seni bağrımda basay. Opa. 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 Canım opa. Benim opa. Benim opa. Aymanlar başına çıkıla. Voy, bog'da qancha yaxshi Nağdı gelmez, acep yaxşı. Allah kızını süt Mana, mana tap aldınız mı? Bo'ldi, gap qilmang.
İzdep bağmağa yerim kalmadı. Asta, o bal nägimi ketkendi o? Men yen izdep bakaya. Şoför dağa, ilksiz donuyduğun edeş çıkmadı. Bilender. Bırak gelin. Qandaq? Men sizga deymadimmi? Men texi bayila uning kaynida ko'rgan tursam. Bizning direktorning hadisi qani? Tunigun uni nech qitim chaqirsam mashinadan tushkil o'nimidi. Uning nega ketganligini men nerdan bilay? Siz meni tashlab berganingizni oz deb, endi direktoringizning hadisini men baqam deb ko'taramasam sangdirib ol degandek ish bo'ldi-ku bu. Shu o'tayman, heli baka. To'liq ko'tildima chaqa izlamamsiz. Sultan, texichi maqmabsiz-ku. Siz qanday kelib qoldingiz? Unesga bog'landingizmi? Telefon berib yo'l etilib qoldi deb tikansiz. Yo'l endi aldirash keldi. Yo'l ichilgan bo'lsa, yo'lovchilar ilib maqmamsiz. Xulosa qilib qo'ysak bo'lmaydi. Adam qani? Elali batdi. Mashina ziyut qildirib bo'g'chi yo'q turdi. Nima? Yo'q turdi? Nimanda qaldiraysizlar? Ayol haq degandan ish ko'p bo'ladi. Hojatxonaga ketdimikin deyman, To'g'ri. Hojatxonaga ketgan o'xshaydi. Men bir qarab baqay. Bu yo'l oxiri ichildi. Xotirjam uyga ketib olgan bo'ldi. Shunday uyga qaytadigan bo'ldik. Uyga berib, rahatlanib, monchoq ichib juyinib olmasa. Shunday qilib. Siz hadamni ziyorat qilaman deb qo'g'lishib yurgandingiz. Buni tushunaman. Sizdan xafa bo'lmayman. Qani ayting. Hadam hozir nada? Bu nima deganingiz? Qandaq gap bu? U bizning mashinaga chiqmagan tursa. Hamida, bo'ldi qilaman. Bo'ldi qilib. Biz nima bilamiz? Tursun. Biz G'uljidan yo'lga chiqqandan beri hadangizni zarli ko'rmadik. Bizga ishining. Aldinglarni xijilman. Men bu hadamni chatoqqa yo'l qo'yib qoldimikin deb. Opa, tezroq. Ma'qul. Astroq bolam. Ben 6. ayının 10. günü doğulup dikenmi? Dadamdan deyişçe o günü qattiq yağmur yarıp ketip diken. Opa, ben sen hem keselcan boğaşqa, sen meni taşlı ötüp ketip dikensen, şundaq mı opa? Endi meni taşlı ötmegen. Xudayım seni mağfiret gözlü. Her qandaq adamның seni menden takip et ketişige yol koymayman. Opa, dadamdan deyişçe ben seni bir gün ilmib bakmap dikenmen. Dadan yalğan depdi. Bala apısını əmisi. Qandaq çoğ boludu. Əfsus məndən hazır. Süt çıxmaydı. Sən mi çoğ boldu? Şundaq mı? Cenim, oğlum. Vicdansız lüfçek. Bana yuvarlıq qıbaqçı mı teki? Gülen demede. Ben sana silemedik neyimi kaldım? Ağzını şun deyme. Sen sübini, gelini müşahede bağa demedin mi? Balların onu keçici öyle kirmediydi. Ne bırak? Sen tekin muş halağa bana fotoğraf olmakçı mı? Ben sana dep koyayım. İşin kırık. Ben sana dep koyayım. Bugün balamı tepkenmediğine bolsan kögülüğünü köstüme kırıp dur. O iş stepilmasa sizler mi yolga çıkanmaysızlar? Çapsan berip istipemensizlar. Stepilmedi mi? Tez bulunlar. Canollar. Ura! Raziya tepilmedi mi? O tepilmay turib, yani bir balımı yo'qab ketdi. Bu qalay mı qanchag'ini qarmamsiz? Men mi berib izlab baqay? Sen meni aldamoqchi mi? Ay, nima deb ursiz?
Nima uchun yo'qolib ketganligini men bilmayman. Nima ish bo'ldi? Ishimizni qilaman. Jimo. Asta. Men sizni so'rayapman. Zat nima ish bo'ldi? Nima bo'ladi? Bola yutib ketdi. Bola? Qachon yutib ketdi? Tunugin kechda boshlab yo'q. Men uni birdan o'ynab kelarmikin debdimi? Voy, yig'lab o'ltag'anning nima foydasi? Berib izlamsiz. Rostli bola xiyim xatarga uchrab qolsa, uchat qanday qilasiz? Subi bolam, bir kelishmaslikka uchrab qolmag'aysan, ilohim. Hamida, men sizning balanmaslik fikringizga tamamen qo'shilib qarab o'tirman. Balalar, bizning oydagi Subini ko'rdinglarmi? Yo'q, ko'rmadim. Voyjon, u nagini ketgandi. Oyoq ber baqayli. Subi! Subi! Siz nima ona degili bo'lamdi, ha? Bu bola bir necha yil bo'ldi, doim bu yerga keladi. Xuddi egijoqsiz yetimdek elqi oshxonaga tashlab qo'ysa, bir necha oygacha hech kimning kori yo'q. O doim opamni topaman deb yig'laydi. O opam hayot deb turib oladi. Men uning ko'nglini yasash uchun gapiga ishongan bo'lib oldim. O rost deb tikan. Siz bu dunyoda rostli hayotgansiz. Siz erim Namrat, aroqkash, mijozi o'sal deganni bahona qilib, o'z bolangizni tashlab etibsiz. Ota-ona uchun bolalari bilan birga o'tish hammadan muhim. Bola ota-ona uchun har qanday mol dunyoda qimmatlik. Ularga ko'yinish, ularni tarbiyalash. Ota-onalarning bosh tortib bo'lmaydigan majburiyati. Biz qozoqlarni etsak, eri o'lib ketsa, ayoli uning jamiyatidan ayrilib ketmaydi. Meningcha bu qaloqlik emas-ku deyman. Hozirgi yoshlar o'ylashmayli to'y qiladi. Oqibatini o'ylashmay turib, ajrashidi. Shuning bilan baliga uvol bo'ladi. Oqim buva, bo'ldi so'zlamang. Opam meni sevg'inib qaytib keldi. Bechara bolam. Subi, qara bolam. Sen sizgan bu opang yaxshimi yoki u opang yaxshimi? O har qitim bu yerga kelganda o'zi sizgan ikki poch sirtingizni menga berdi. Nima degan omaq bola, ha? Sizlar to'y qilmaganmi? Yetib ketgan bola sizlarning emasmi? U sultonning 10 yilroq ayolda bo'lgan bor ekan. Asli mundaq ekanmi? Men sizlarni xotinmikin debdiman. Sultonning xotini ashu bolani tug'ib 40 to'shmayli o'lib ketibdi ekan. U bolamo toz bejirim tug'ilmabdi ekan. U kasalchan bo'lg'achqa uzun davolatdi. Sulton garchi qo'pol odam bo'lsa-mu, bolasi ko'yimchan, har holda otaliq burchini ado qildi. Onunğa xeyli yaxshi ayollarmi chiqdi. Biroq bolasi yoqtirmag'achqa ayrilib ketdi. Ba'zi ayollar uning pulini xajlab olib qochib ketdi. U ko'ngli yaxshi, xalqdan yordamini aymaydigan odam.
O mening 3 balani beqivatganligimni ko'rib, menga ichi og'rib, pat-pat a'zamlarni ekilib berdi. Ba'zida o Sübeyni mening yenimda qo'yib qo'ydi. Bilaman, agar Sübey meni yoqtirmasa, sulton meni ammaydi. Biz mashundaq aralashib o'tamiz. Bu bala biroz xalitrak. O kun bo'yi bir nimalarni sizidi. Nima desam bo'la. O opamni ko'rdim deb yuriydi. Opam te hayot deb surishti qiladi. Mish ish tufayli dadisidan xeyli ko'p tayoq yedi. O rostilla nervus ojiz bola bo'lib qoldi. Bu bola hozir nalar tushirdi ekan tong. Çay içim. Çay içemsiz. Rahmet, ben de bak. To'xtab tur, men berib kelay. Hamida, men bo'ldingiz. Mijozingiz bo'lmagandan keyin siz harakat qilmasligingiz kerakdi, usluk uchun. Keling, mashinaga chiqib birdan dayman. Rahmet tağa. Ensirmanglar. Appa, bo'ldi shig'li menga, appa. Sübeyni topamizsak, qandoqmi qilamiz? U bala nagimi ketgandi. Tova qildim, Xudoyim, tova. Men azroq pul topgandim boshqa. Haqqi sodil yomonlik qilib boqmagandim. Endi qandoqmi qilamiz? Hey, siz sho'pirni to'nagan keyin berib topmoqmisiz? Dabirlar, bering. Bak, men de bakay. Hey, Subi qaytib keldi. Subi bilan iliq ayol qaytib keldi. Subi aka, menga yana aka bo'lamsiz. Albatta. Subi akam ofisiga pek o'xshaydi. Subi, oğlum, ahir qaytib keldin ha. Doda, ben opamni tepib geldim. Balam. Ben opamni hayat ekanligini biletdim. Sen meni aldab qo'yding. Qara, bu mening opam. Kechir Allah, men sizlarni saqlatib qo'ydim. Men berib bolamning narsa keraklarini jo'shtirdim. Nima? Doda, ben opamni oran tepib kelsam, sen xo'sh bo'lmamsan? Opa, jurat, yo'l ichilibdi, endi uyga qaytib ketaylik. Subi, gel. Sen apağını to'g'ri o'ylab sarang o'psan. O sening opang emas, bizning direktorimizning hadisi bo'ladi. Yo'q, Doda, sen nemish bo'lsaq deysan. Opamni oran istab topmoqchisan. Subi, Berkine, sen kimni ahmoq qilmoqchi, ha? Atdigandan beri seni izlimiga yerimiz qolmadi. Bir mashina odam san qarab mang'amay turdi. Ha? Achig'im chiqdi. Subi, berkajinim bolam. Dadangning achchig'ini keltirib qo'yma, o'ta bu yoqqa. Men sana opang o'lib ketgan deb nachiq etdim dedim-ku, ha? Yo'q, mening opam. O seni tug'ibda o'lib ketgan anladingmi? Bir salama elim. Mening opam. Adingiz emas. Bolamga chiqib qo'yma. Qo'rqmang bolam, men bor. Aljibdi. Hammasi aljibdi. Dada, öldünüp qalay. Endi opam ishkimizni og'irib etmagan jinim dada. Sultan dada, Subi akam opsini arandab qoldi. Ularni ayirib etmoq bo'lamdi. Balamı çekil
senin apan. Men eyiplik. Men tillığın. Seni tuğupla men ketip kaldım. Men eyiplik. Mendek abroy perez apanı tillığın Subi. Ben senin öz apan Subi. Yok, yolgan. Siz mening opam emas. Siz dünge meni urdunuz. Meni aramdan bolgan dep tillediniz. O adamga men to'y qilmagan, bolam tug'magan dedingiz. Qandoq siz mening opam bo'lsiz? Şundak. Ben yalgan ettim. Ben rastlı senin apan. Rast. Tünügüm ben. Mening bolam işkelligini bilmeptim. Yok, yolgan. Öz balısını mı tanımaydıgan anı bulamdı. Oppa, korkuatdım ben. Balamga yakın gelgiç bolmam. Sobi, ben senin apan. Sen 90 yılı 6. ayının 10. gün doğulgan. O günü qattiq yağmur yaqqandı. Sen taң saharda tug'ulding. Ben seni tug'ib bo'libla ketib qoldim. Yok, burası emas. Siz mening opam emas. Qandoq siz mening opam bo'lsiz? Balam. Men rastlı senin opan meni kechirgin jinim balam. Men senin opan. Sultan. Siz onunğa haqiqiy ahvolni tushuntirib qo'ying. Men uning opasigo Sultan. Sizden ötünüp qalay Sultan. Meni qo'yib o'ting. Dada, undaq emas. Mening opam mana bu. Biroq u Dada, qara, uning bo'yinda men yo'q-ku. Mening opamning bo'yinda men bor. Mana bu mening haqiqiy opam. Sultan. Bu zada nima ish? Gap qilsangiz-chi. Bu bala davomli apsini tushaytdi. O tushimda apamni ko'rdim. Uning bo'ynida bir tal mevami deb so'rgan vaqtida meni adab qo'yg'atdi. Meni aldayapti. Sen opamning bo'ynining sol tarafida meva degandim. Men tushimda o'ng tarafda ko'rdim desam, xato ko'ribsa dedim. Yeni sen tünügün opamni tekshirish punktidagi bola tuqqan ajashning uyiga boshlab bording. Sen yeni nimalarni deb jo'ylayapsa, bir so'lamayli. Aldamchilikchi. Sen xotinim burunla o'lib ketgan debedingmi? Ajab endi paydo bo'lib qoldi-ku, ha? Yana kelib ishkisi. O qiyirlikchak. Direktorning haydisi emasdi. Tünügün uning bilan birga bo'lsan-da. Sening zada qancha xotining bor? Gap qila. Örümçide yana qanchisi bor, ha? Meni shuncha yildan beri aldab kelsan, menga nemishqa bundaq muomala qilasan? Nemishqa meni aldaysa, men bilan to'y qilmoqchi emasmiding? Sana jinimni tikib qo'ydim. Meni boshqalarning bir narsa deyish bilan chattig'im yo'q. Meni birdan-bir orzuyim mush bolani beqib cho'q qilish. Hamma ko'zimni yo'q qilish. Hech qaysini olmayman. Jura bilan, qaytaylik. Bolamni urma, Balını koyuyordun değil mi? Sarıl, tutun. Ekilim. Balı koyuyordun değil mi? Ekilim değil mi? Hadi. Sultan aka, bu neyim qilqinimiz? Adamga chiqilg'uchi bo'lma.
Şunu hadimizga şey qilib tur. Hadi, meni bakma ansirattınız. Ben keçilep yol menip sizle ağılı geldim. Ner tura. Meni opam nep ketmang. Bu mening opam. Nima davası? Yer tura. Hey, balamga bunda qo'pollik qilma. Ochingizda bir qilishni niyetim yo'q. Gepingiz olsa menga qilmamsiz. Hadamning holidan xabar berib qo'ying desam, mushunda xabar berib qo'ydingizmi? 2 kundan beri Sultan sizning ashu nervisi ojiz hadingizning holidan xabar oldi. Yana nima qilsa bo'ladi? Sultan, sizni tozalab kesibdi. Bu ikki sarang ayolga uchrab qolganingizni qarang. Sultan, xotin og'zini yig'ish tursin. Tursin, direktor, xato tushirib qolma. Hadingiz balamni mening balam deb turib o'tmandi. Bu mümkün emas. Onun balası ölüp gitti. Yetti nazirini berip qaytib ketyapmiz. Balanız hadamning biqiniga kiryapti. Buni ko'mdingizmi? Qarab turib yolg'on gap qilyapsiz. Uning mendan balon tatib olganligini bu yerliklarning hammasi ko'rib turdi. Hadingiz rostla sarang bo'lib qolganda qildi. Hadamni sarang bo'lib qopti demsiz? Chekidan oshgan qayg'u asrat savolga keltirib qo'ygandi. Teshini birda bilib tursin bo'pti. Qarang, balanız yig'lab holdan ketibdi. Opa! Qaytib kel, opa! Balamni qo'yapsiz. Siz bu günahını hadamda qo'ymang. Dada, ötünüp qalay opamni qo'ydirib ekan. Bo'lmasa o qiyadini o'zini tashlab oladi. Men bugun uni qiyadini yondirib ekandim. Nima? Jelim dada, ötünüp qalay opamni qutqizgin. Men bilime, sen opamni tepishimni xohlamaysan. Opam bilan birga turishimni xohlamaysan. Dada, opamni qutqizib olsang, men kimni opib qo'ysam mayli. Bo'lma bo'ladi. Bo'lma bo'ladi. Jelim dada, endi men seni xafa qilmayman. Gapingni olmayman dada. Opamni chapsam meni qutqizgin. Ötünüp qalay dada, chapsam boqin. Sultan, bama. Dada, chapsam boqin. Sobi. Ben senin öz opam. Yo'q, mening opam emas. Siz mening opam emas. Gülandimada. Men hozirgacha dadam ishkonlarga qo'shilib bo'lib keldim. Dadamdan boshqa faqat sizlar menga ko'yinsiz. Dadam xudo o opamni tepib kelsin bo'lamdi. Jinim balam, ko'rganla odamni opi davo qilib bo'lmaydi. Dadamning gapini anglag'in, oppoq balam. Bara balam. Sultan. Sultan, bundaq rahimsizlik qilma. Ötünüp qalay. İşblas nerede? Sultan. Gözümde yo'qa. Yig'lab yalvurg'iningning foydasi yo'q. Ko'z yeshig'ini eqitib meni aldayman deb ham xiyol qilma. Bu bola tug'ilgandan keyin sen bir aqetim emitib baqdingmi? Bir vaqt tomoq berib baqdingmi? O bir aqetim ona mehriga erisha oladimi? O og'rib balnisi yotganda sen holidan xabar oldingmi? Başqa balalar uni onasi yo'q yetim maktab tilgan vaqtida sen nima deding? Sen nima deding deymi? Başqa ota-onalarga selishtirgan ehtimol men mijozi o'sa qo'pol odamdiman. Lekin men otiliq burchimni ado qildim. Yetti yildan beri har kuni degidek pushaymon qilib qaytib kelishingni, qaytib kelib balani o'z bag'ringga besishingni kutdim. Sen fursat batdi. Biroq sen nima qilding? Yetti yildan beri sana nurg'un fursat batdi. Bir haqiqiy inson bo'lsang, obdanroq o'ylanib baqgin. Sen dastlabdila ona bo'lishdan voz kechding. Opa degan xolisi bo'ladigan, xolisi bo'lmaydigan ishmi? Xudo. Bo'ldi. Ketgin. Jiroqlarga ket. Bizning turmushimizga aralashma. Seni ko'zimmi ko'msin.
Hadi bunda kımam. Nebi ölüp gitti. Kaytıtırılmaydı. Kalbinizni düşünümen. Sizgi köyünümen. Halınızdan bundayken obdan haber alımen. Hadi gepimni anlam. Ata-anamızdan ayrıldı. Menin sizden başka hiç qanday tuqqanim yok. Herkes onda qilmang hadi. Ben sizden ötünüp qalay. Ufkan, sen beni bilmeysen, sen beni düşünmeysen. Bana nasihat qilma. Ketgin. Raziye! Opa! Hadi. Opa! Raziye! Opa! Raziye! Opa! Siz neyim dep geldiniz? Raziye! Herkes karamlık kılmam. Özünüzde oylamışsınız mı? Bu beçare balını bozumu oylap koyun. Bilme. O benim balam emas. Ben dert elemge chidamay. Moshunda qılıvatdım. Fandaq emas, apa. Men bilmen. Sen beni yaxşı görmeyse. Ölüşke razılıqım var ki. Men bilen birle turishni xolamaysa. Biroq men sana amıraq. Men seni sevdinimen. Men sen nega borsam, shu yerga birlik ketay, apa. Bo'ldi gap qilma, menga yaqin kelma. Men seni opang emas. Yo'q, apa. Ötünüp qalay. Meni tashlab etme. Endi men opsi yo'q, yetim bola bo'lib qolmay, apa. Meni herkes tashlab etmagin, apa. Apa. Raziye, qaytib kelin. Bu balığa azırak bozum analık mehrini verin. Başkalar yetkizemegen analık mehrini yetkizin. Raziye. Oldu sözleme. Benim erim yok. Balam yok. Men bir şorpişan ayol. Qaynatam to'g'ri deydi. Men şum ayak. Men ölümge layık. Men Subihiga analık mehrini beremeyim. Aksice onunla ziyan keltirişim mümkün. Apa! Apa! Raziye! Hadi! Hadi! Raziye! Hadi! Bir amal Gepimni anlam. Hadi! Herkes onda qilmang. Raziye! Raziye! Bu Xudoning irodasi. Sizlarni Xudo tepishtirdi. Buni bilishingiz kerak, Raziye. Buni har ikkimiz rad qilolmaymiz. Yo'q, undaq emas. O mening o'g'lim. Nabi emas. Apa! Bu rastlı sizning balınız Nabi emas. Lekin bu yanılı sizning balınız. Siz onun tushidagi apsi, qiyshiniz, chechiniz, hatto bo'yningizdagi mangdan tortib o tushida nihoyatmi aniq ko'rgan. O her kuni tushida ko'rgan apsining rasmini chizadi. Har qanday vaqtda uning qo'ynidan apsining rasmi chiqadi. Gözünü yumsula, apsi onun tushiga kirdi. Oldu sözlemem. Anlamayman.
Raziye. 7 yıl burun qiyliq kecha esingizdami? Shu kechasi sizni ustingizga oqraq yepib ko'tirib, Naylik doktorxonaga akirgan edi. Nabi bilan bir vaqt tug'ilgan yilqi bola balkim esingizda-du. Apsi emitishda rad qilgan bovoqni quchqiga elib, xuddi kichik boladek yig'lab o'ltirgan esingizdami? Bu bolaga tunji emchakni siz sog'andingiz. Agar taqdir peshonaga putilmagan bo'lsa, bugungi bu kun bo'lmaydi. Agar taqdir qismat shundoq bo'lmasa, subhi sizni opam deb ching turib olmaydi. Mushi bolani deb bo'lsa-mu, neytingizdan jinim. Agar uni yana opsidan mahrum qilsangiz, Xudomi ravo ko'rmaydi. Unidan ko'ra, uni billa ilib ketganingiz, uni bilan billa o'lib ketganingiz yaxshi. Opa! Agar uni ilib ketmasangiz, uni ko'z oldimizda urib o'ltiraydi-mi? Yo'q. Opa, qilma. Meni bundan mecburlama. İşenmemsiz. Ben teginimle kıldıgan adam. Hadi. Dilim opa. Hadi. Barma. Raziye. Sultan Rasul balını urup zaxmilendirip koydu cuma. Yeni apı de bakarken. Apı de fakıra bakarken. Yeni vakır ya. Yeni vakır edin basam. Paçığını çıkıp taşlayayım. Ağzını jırt etmeydiğin basam. Apamını tapı mendekiçe. Kendin yerine tapsan çok. Şu cindimi çocuklarını asıraştı geliyordu. Benim balamla vurma. Opa. Benim balamla vurma. Kele balam. Opa. Dilim oğlum. Yerim ağrıdı. Yakmadan beni yakmadan vurdu. Hiç yerim ağrımadı. Canım balam. Opa. Canım opa. Hem de beni taşlı etmeydiğinsin. Biz mengi birge ötümüz balam. Benim oğlum Abba. Canım Abba. Biz başqalarının tunuşturuşu bilan tepishqan. Tunuşup bir necha kun o'tmayla to'y xati oldik. To'y qilishga 2 kun qolganda uning opasi tuyuqsizla o'lib ketdi. Qarliq tutgan bir yil ichida munosabatimiz sheriklashdi. Har kuni degidek uyimizda urush jidal qurimidi. Bu chaqda bana örümcüge olmuş fırsat geldi. Ben onu izlep bassam, onunla acırışık koşuldu. Şu çağda boyumda qakalığın andın bildim. Ben balını aldırıp deyleydisem, o onumay tuğsan dep turup aldı. Ben bu balını taşlayıp çıkçıdımay. Ahire emitmey gitip kaldım. O çağda ben şehirge gittim. Nam çıkırışını oylagandım.
haqiqatan ahmoqkanman. Bolaning bundoq azobni qilishini zodil o'ylamabdimi? U meni hargizmi kechirmaydi. Odam hayotida nurg'un kelishmaslikka duch keladi ekan. O'z opasi bolasini baxtsiz qilsa, o'ylab yiqing. U buni o'ngayla unutib ketamda. Şoňa biz ayollar her qancha jafo tassaqmi, bolalarimizni o'z yenimizda ep qilamiz. Bolalarimning dadisi pul topaman deb Guangzhouga berib olib, 5 yildan beri qaytib kelmadi. Bola texi kichik. Onun uchun aytganda, baxtli kunlar texi oldida. Şoňa öz ata-anası bilen birle yaşagan yaxşı. Hamile, bana bir balı doğup verin. Balı yok ve mazaq oxşaydı. İşinimen ki, siz çokum yaxşı anı bulalaysınız. Ulan yol değilsin. Gülendam, siz hakikaten yaxşı ayol. Köpçilikning hammasi sizni shundoq deb maqtaydi. Onun nima foydasi? Ko'nalarda bosh tikanmagan talayda onangning haqqi bormi degan gap bor. Siz baxtli bo'ling. Ko'nglingizni yerim qilma. Sizning bir kun baxtingiz echilib qolar. Qandoq dedim, ha? Rahmat. Sultan dada! Oo! Sultan dada! Qizim Zehra. Endi qachon kelasiz? Nima ishing botdi? Menga yaxshi narsani og'ash kelamsiz. Albatta og'ash kelaman. Tahir bilan Mahirlar qani, ha? Ular nega ketdikin-tan? Zehra qizi, men sizlarni pat-pat yo'qlab turaman, ha? Bu bala kichik idilla rasmsiz chiqamliq. Men uni keyin obdan tarbiyalayman.
Voy açmamdığan. Kelinglar, nima yesanglar shu bor. Hamma narsa to'liq. Gülandemede. Siz bugün acaba... Ha, hajab deysan-ku. Meni boqaman degan ketdi. Oshxonni ochmasam, 3 balani sen boqatdingmi? Tez berib tayyorlik qil, bo'lmasa ulgurmaymiz. Qani kelib o'tiringlar. Polo, manta, boso, kebab, nima yeysanglar shu bor. Biz manta yeydi. Ha, ma'qul. Tashmi taqib turinglar, hozir tayyor. Yaxshimisiz Gulanda? Oshxonangizga jab qilib ketdi-ku. Keling. Bu yoqqa kelib o'tiring. Mana. Qani o'tiring. Bugun qavoxonaga baldirlmengibsiz-ku. Ha. Yasin, Mahmudkamga ochiq-chuchuq qilib suqach etib bagina. Ha, mana hozir. Mahmudka, menga bir naqsh etib bering. Bugun ajab ko'p kunduzli naqshangiz kelib qopdi-ku. Etib bering, Mahmudka. Bo'ladi. Sizlar anglayman desangiz, albatta etib beraman. Bu yollar uzun yol, menzilim yirak, mağmen tinimsiz, argın ve tenha. Qarayman intizar, aldimda öten müşküller kar qilmaz, yetsem la ana. Hayat yüksekleri goya bir öten, çankısan bulaku yağmur adalda, ömür kimisi to'xtigan qirg'oq, hayotlik gulshini suldidimigin, chin söygü ta abad yar bular sana. Hayatlik gülşini suldidimigin, chin söygü